Assalomu alaykum, qanday olasizlar? Yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bir haftadan oldida bir hafta bo'lay deb qoldi yani. Men Rayhon beqish to'g'riliq so'zlab bergandim. Afsus, mening Rayhonimning ichidan gul qurti chiqqan ichidan. Shuning sababidimi mening Rayhonlarim mana shunday bo'lib ketgan, putillam. Hamma yerim shunday bo'lib ketgandi. Tunugun İstanbuldan bir tunishim kelgandi. Men qarmabdi ekanman, voy Rayhonlarim qardab ketibdi dedi. Hem yeri bütün qardab ketdi, hatta mushalarım qop qara sangilab qolgan, qapti ekan to'q. Men dedi shunday degandikin, men qo'zoqda achini so'qib mushalatib bo'lib ketgan hamma yeri. Men qo'zoqda achini so'qib ko'dangni mana atrofiga to'kib etdim. Qo'zoqda achini so'kib, uni ustiga azozdan suv chechib etdim. Suv chechib etdim. Mana bugun ma taraf o'ngshilibdi. Bu taraf sangilab qolgandi. Mana ma taraf o'ngshilibdi, alhamdulillah. Ma taraf az qapti, o'ngshilab qapti, inshaalloh o'ngshilib ketar. Chiqib har qanday gulga qo'zoqda achini so'qib ishlasanglar bo'ladi. Alloh xolisi, men endi bir hafta so'qiygan vaqtimda aspirin qo'llanaman. Aspirin suyini qo'ysanglar bo'ldi. Ondan keyin tuxumning shaklini qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Biz chaylanib ichgan choyning shemini to'ksanglar bo'ldi. Lekin alhamdulillah men shundoq bo'lib ketgandi. Ma taraf shundoqdi. Texim buzib ketmasin men deb baqqalama shuna qilib oldim. Mana ma taraf bütün o'ngshilibdi. Bugun qarasam, qo'shib ketdim desam bo'ldi Rayhon qimroqligimda. Bu qitim Rayhonim shundoq chiqib qolgandi. Ammo bu Rayhon qurib ketgili qo'psa yoki shundoq bo'lib qolsa, bek oldirib tashlab etmanglar. Men balki mayani atiga saqlab boqaman, agar o'ngshalmay qolib qolsa, ma tarafni elib etaman. Elib etib, yerdan o'shtib yana yo'g'ini boshqa tashdakka elib va istakanlarga qo'yib yana ko'chiraman. Lekin osh taraf butunlay shuna bo'lib ketganda, ma taraf o'ngshaldi mana. Men bugun unim bor ekan deb o'yladim. Shu sizlar bilan paylaşqim keldi, ya'ni o'rtoqlashqim keldi deb Uyg'urchaday o'rtoqlashqim keldi.